Voy! Urib ketdi. Aka, nima qilyapsiz? Hali yurganim yo'q-ku. Mo'minjon sizmi? Abror aka, sizmi? Aka, assalomu alaykum. Turing, bunaqa yuribsiz. Ozgina qornim ochgandi. Men bunasi yey degandim-da shu. Siz ancha odam qiynaysiz. Sen magazinga boramiz-da, bitta zo'r kolbasa bilan non beraman, orasini olib banglatasiz. Yuring. Amma qaytdim Mo'minjon. Talabamanmi men? Kelmasa yeymanmi men shu ahvolimga bo'ldi. Bo'ldi, Abror aka, xatga kirasiz. Yo'q. Yarimtadan lag'mon yeymizmi? Yarim toqat bo'ladigan bo'lsa, men qaytdim Mo'minjon. O'tiring, Abror aka, voy, odam sharmanda qilasiz. Siz lag'mondan oldin yeb ko'ring. Bu Chorsuvdagi Xo'shang bor-ku, o'shani Qo'yliq massivdagi 3-filiali. Tanlang, bo'ldi. Aka, qarab oling. Yo'q, men planshet o'ynamoqchi emasman Mo'minjon. Ovqat beringlar menga. Okajon, bu planshet emas, bu menyu. Bizda faqat lag'mon emas, Yevro, milliy Uyg'ur taomlarimiz ham bor. Go'shtli ovqatlaringizdan qanaqalari bor? Xo'shan firminiy bor, go'sht say bor, sumburi, sokori bor, oka. Hammasidan 1 kilodan olib ko'ring. Shu azginadan yesak yetadi 300 gram. Men qaytdim Mo'minjon, bunaqa yaxshilik qiladigan bo'lsangiz, qilmay qo'yavering. Abror aka, bo'ldi. Olib ko'ring. Shu hammasini yeya olasizmi? Men qaytdim Mo'minjon, bunaqa istahamni bo'g'azgan bo'lsangiz, men qaytdim. Bo'ldi, aka, bo'ldi. Yuring. Bu bizdan kompliment, oka. Mana bu Xo'shan restoranimizdan nomiga qo'yilgan ovqat. Xo'shang shumi? Ha? Ovqatni yomonlar. Bu meni bolalarim, zurriyotlarim. Onlaring, yelaring. Shuncha bolangiz bor ekan, ishlasa bo'lmaydimi? Qaytdim. Men ketdim Mo'minjon. Bunaqa millatli bo'ladigan bo'lsa kerak. Yo'q, o'tiring, tilim qursin, nima gap? Yo'qollar, odam masabini o'ylaysan.